Siz? Ha, men. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zingizchi? Amakimnikiga kelgandim, maylimi? Ha, shunaqami? Ikkalamiz ham bir joyga kelibmiz-da. Amakingiz bilan gaplashib oldim. Tushunmadim. Amakimdan nima ishingiz bor? Farruh akam amakingiz bilan gaplashgandan keyin 3 soat o'tib vafot etgan. Afsuski amakingizdan ham birorta tayinli gap eshitmadim. Amakimni ham topib kelganingizni qarang. O'zi ham xuddi ichki ishlar xodimlaridek hammani tekshirib yuribsizmi? Ha, endi ichki ishlardan tanishlarim ko'p-da. O'shanga ulardan menga ham yuqqan shekilli. Menga qarang. Agar tanishlaringiz bo'lsa, bitta yordam qila olasizmi? Qanaqa masalada? Qarang. Mana bu raqamda menga qo'ng'iroq bo'ldi. Shuni aniqlasa bo'ladimi? Hozir, bir daqiqa. Nilu, shu raqamni manzilini aniqlat tez. Xo'p. Tushuning, men bugun sizga yetkazib bera olmayman. Menga yana ozgina muhlat bering. Kerak bo'lsa 3 barobar qilib to'layman. So'z beraman aka sizga. Oğlum, men senga yomon bo'lgin demayapman. Nega o'zingni bunaqa tutyapsan? Bu meni ishim ota. Meni ishimga aralashmang. Shunaqami? Bundan keyin mendan bir tiyin ham ola olmaysan. Eshitdingmi? Bu uyda ham yashamaysan. Qani endi ko'zimdan yo'qol. Xo'sh. Unda kim yashaydi bu uyda? Sultonjon, yaxshi keldingizmi? Ovqatim tayyor bo'ldi. Opa, boring ishingizni qiling, meni tinch qo'ying. Boring dedim sizga. Xo'p. Uzr. Meni boshqa umuman bezovta qilmaylar. Meni hech kim bezovta qilmasin. Bo'ldi, aniqladim. Raqamingizni bering, sizga yuboraman. Ana ketdi. Rahmat. Bo'pti, yaxshi qoling. To'xtang. O'sha yerga ketyapsizmi? Ha? Men ham birga boraman siz bilan. Sizga nima bor? Axir u yerni men sizga topib berdim-ku. Bunaqa g'irromlik qilmang. Bo'pti, o'tiring.
Kamron. Kamron, savolimga javob berasizmi? Nima bo'lyapti? Ey, buncha ko'p savol berasiz. Tergovchimisizmi mabodo? Advokatman. Iltimos, hadeb savol beravermang. Hozir asabim buzilib turibdi o'zi. Alo. Yoningdagi Domin kim? Sevgan qizim. Tushunarli. Yo'q xotini. Singlim qayerda? O'zingcha meni kimligimni aniqlab, singlingni qidirib topmoqchi bo'ldingmi? Singlimni qaytar. Yo'q, avval sen kitobni top. Keyin bemalol singlingni olib ketaverasan. Kitob hech qayerda yo'q, tushunyapsanmi? Unda uni otangning ikkinchi xotinidan so'ra. Nima? Ha, Dilrabo Rasulova. Kitobning ertagidan bo'lsa ham top.